bu ko'rib turganingiz oltin kuzni bebaho mevasi, bexi. Nega bu cho'p desiz? Bu bexini yangi chiqqan novdalari. Buni 5 sm mana bunday qalamchi shaklda kesib olib, ola-bula qilib archasizda, choynakka solib, xuddi choy damlagandek damlab qo'yasiz. Kun davomida ichib yurasiz. Sizdagi sahrni qarang buni. 5 mi sahr, 6, 7, 8, 20 mi qiziq yo'q, sahrni olib chiqadi. Sahrni tushgandan keyin doktoringiz bilan maslahatlashing, sizga dori mumkinmi yo mumkin emasmi? Insulin olayotganlarga ham buni maslahat beraman. Foydasi juda ham zo'r. Sahrga juda ham yaxshi narsa. Hamma biladi, domladi orasida ham bor. Bexi O'zbekistonda muammo emas. Mevasini qarang. Buni olasiz, og'zini bundoq qilib kesib, ichigachi chiroyli qilib asallarni to'ldirasiz. Umidjon yana bir qoshiq asal solganda bunga. Asalni solasiz. Mana bundoq asalni qarang. Toza asallari buni. Buni to'ldirasiz. Solganingizdan keyin bo'ladi uchun baraka top. Buni yopib, manti qozonni qosqoniga qo'yib, buni parida yarim soat turadi. Bu kilkillab qoladi. Bu yo'talga juda ham yaxshi. Ayniqsa, mana bu o'pkalarda balg'am ko'chmayotganlarga buni har kuni bersa, bexida ishqori borligi uchun balg'amni zo'r ko'chirib beradi. Endilikda yo'talga antibiotik yoki dori ichishingiz shart emas. Bitta shu bexini o'zi bilan bemalol yo'talingizni ham davolaysiz, kamqonlikni ham davolaysiz, ham sizga quvvat bo'ladi. Bularni sizga tavsiya qilaman. Bu videom yo'qotib qo'ymaslik uchun yo'talayotgan yoki-da shu tomoq og'riq anginadan qiynalgan